это был первый бой Шахзода Голда Узокова, и я уверен, он вернется сильнее. Он принял этот бой как настоящий мужчина, и все мы знаем, что он базовый ударник. Шахзод, все эти люди ждут твоих слов. Assalomu alaykum O'zbekiston. Men uchun kelganlar bor. Sizlardan kechirim so'rayman. Men bitta narsani aytamanki, u faqatgina stoyga ishlayman degandi. Menga kurash yo'q, parter yo'q. Uni yaxshi bilasizlar. Men faqat Muay Thaiga, kickboks urish o'rgan bo'laman. Sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rib qolaman. Men bu yutqazishim hech narsa emas. 3-4 marta bu hayotga juda qattiq yutqazganman. Mana shunday inshaalloh ketaveraman. Sizlarni yana bir xursand qilaman. Meni kechiringlar faqat.